Oila bu muqaddas dargoh. Oilali bo'ldingizmi, siz ko'p jihatdan o'zligingizdan, o'zingizdagi "man" degan so'zdan va haligi tantiqlik, erkalikdan biroz cheklanishingiz kerak bo'ladi. Bu oila sizniki. Uni qanday davom ettirish bu sizni qo'lingizda, hurmatli kelinlar. Mana shundoq yigitni tarbiyalab, katta qilib, odamlar orasiga qo'shib, ilmli, bilimli, hunarli qilib bergan qaynonangizni xizmatini qilsangiz, siz xizmatkor emas, balki shunday o'g'il uchun minnatdorchiligingiz bo'lgan bo'ladi. Men o'ylaymanki, qaynonalar ham ota-onasini bag'rida o'ynab, kulib yurgan va kelganda boshlarini egib, salomlarini qilib kelgan qizlar siz uchun kelin emas qizdek bo'lishini va uni ham ota-onasi siz o'g'lingizni qanday tarbiyat qilgan bo'lsangiz, shunday tarbiyat qilganligini esingizdan chiqarmasligingiz, uni ham joni jon ekanligini va mana shu jonni saqlash sizni qo'lingizda ekanligingizni unutmasangiz, olam guliston, oilangiz baxtli bo'ladi, sizni o'zingiz tinchlikda, totuvlikda, iymoni but bo'lgan holatda oilada maza qilib yashaysiz.